Payg'ambar alayhissalomning hadislari bor. Yoshlar eshitib olinglar. Odam qachon shahid bo'lishini mana eshitib olinglar. Shahidlik haqidagi ma'lumotni eshiting. O'sha hijrat, shahid, jannat, mujohid degan chiroyli so'zlar bilan aldab olib ketib itni o'ldirib yuboryapti. Shu chaqirganlar o'zi qani jonini fido qilib urush maydoniga kirdimi o'sha ifloslar o'zi? Abdulloh Zufar iflos kirdimi o'sha joyga o'zi? Nimaga maydonga kirib o'zi o'lib ketmadi, beliga bomba baylab, nimaga o'zini portlatmadi shu kungacha? Yo Abdulloh Zufar degani jinni, yo ani Sodiq Samarqandiy degani. Nimaga o'zini o'zi maydonga tiqmadi-ku, mana o'shalarni eshitib tasdiqlayotgan, shularni eshitib chiqib ketgan bolalar. Nimaga bular 15-17 yildan beri tirik shular? Agar shu maydon haqiqatda jihod maydoni bo'lsa, haqiqatda shahidlik bo'lsa, shahid jannatga kirsa, nimaga o'zini o'zi fido qilmadi shular? Nimaga ofisda o'tirib, olib choyni ichib, siz bilan meni chaqiryapti, o'zi ba'da do'liyasini olib yotibdi. Nima ish qilsa qilib yotibdi. Ba'da tushunmagan bolalar shu ekan, o'shda o'lsam, men shahid bo'laman, shahid bo'lsam jannatga kirib ketaman. Sen ota-onangning xizmati bilan o'l, mana shahid. Mana shahid. Uyimni ro'zg'orimni qilaman deb pul topyapti, to'kirib o'l, mana shahid. Payg'ambar aytganlar, ro'zg'orim deb, halol mehnat deb xizmati ishi davomida o'lsa, mana shahid bo'ladi deganlar. Xotinim, bolam, otam, onam, vatanim, mol mulkim himoyasida o'lsa, mana shahid. Birovni borib tinchini buzib, birovni borib o'ldirish bu shahidlik emas bu. Aytyapmanki, oyatni qirqib oladi, hadisni qirqib oladi. Payg'ambar senga tegmagan iymonsizni o'ldirsang jannatning hidini hidlamaysan degan hadisni nimaga o'sha razillar aytmaydi? Mana biz ko'p millatlik yurt biz. 35 xil atrofida xil millat yashaydi, 135 xil. Biz O'zbekistonda 135 xilga yaqin millat yashaydi. 16 xil din egasi bor. Ishig'izni pishdidimi birortasi? Sizni tegdimi? Bir narsa dedimi? Xo'p, demadi. Siz nima haqqingiz bor unga bir narsa deyishga? Yoki meni nima haqqim bor bir narsa deyishga? Hazrat Umarni qiynalayotgan mushrikni ko'rib turib, Baytul moldan bunga yordam beringlar deganlar. Mushrik edi bu. Aniq edi mushrikligi. Islomning go'zalligi nimaga? Tegmaganga tegma deydi. Go'zalligi shu yerda. Payg'ambar alayhissalomning o'sha davrdagi tijoratlari yoki chorvadagi ishlari, qo'ni qo'shnilari hammasi mushrik bo'lgan. Qani bittasi olib kelib, mana payg'ambar tinch yotgan mushrikning uyiga Ali bilan Abu Bakr bilan Hamza bilan kirib turib chopib tashagan degan joy topib bersinchi? O'sha jinnilar